Bizda keyin mana bunaqa yana bitta yog'imiz, jojoba yog'i deyiladi bu. Jojoba yog'i Pokistonda ishlab chiqarilgan bo'lib, juda ham ayollarimizga kerakli, yuz terisiga, qo'l terisiga foydali bo'lgan mahsulot bu. 100% naturalniy, halol mahsulot. Bilsanglar, parfyumeriyalarimizda ham, kremlarimizda ham, brendli kremlarimiz ichida ham hammasida jojoba yog'i ishlatiladi. Bu hech qanaqa kremlarga qo'shilmagan holatda 100% yog'i o'zi yuzlarga, qo'llarga, bo'yinlarga ishlatsanglar juda ham foydasi bor. Yuzni yoshartirish xususiyatiga ega, ajinlarga qarshi kechkiga massaj qilib, surib yotsanglar, juda ham yuzinglarni, qo'linglarni mayinlashtirib, tiniqlashtirib qo'yadi. Buni ham bizdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu ham 100% original, ishonchli mahsulotlardan bittasiga kiradi. Ishlatishlarini maslahat beraman buni ham.